nomer adim 1 degandagi mashqozini hisob qo'yib qo'ying. Oxirgi partiyaga qo'yganman. Asosiysi so'mga qo'yganman. Narxini siz o'ylagandan 500 ming arzon qo'yganman. Like ni bosib, videoni oxiriga ko'ring. Tomosha qilib turgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Va xolasa. Videoda oxiriga ko'ring aka. Like ni bosib, podpishkada bo'lib turing. Cho'pon bolani mini qo'yib bermasdan katta obzorda, ya'ni katta partiya yetib kelgan. Yarchikilarda bugun so'mga. Mana obzorda oxiriga chiqqan tozalaridan bittadan like deb tursangiz, video davomida shular narxini ham chiroyli qo'yganmiz. Podpishkada bo'lib turing. Mana shu yigit qorasiga bugun xudo xohlasa yetib kelganmiz. Oxiriga ko'ring, yaxshi narsani obzorga bugun qo'yamiz. Qarab turing. Ancha arzon chiqadi. Mo'jjalingizda arzon chiqmasa hisob emas. Uning uchun bittadan like deb bosib, videoni oxiriga ko'rib turing. Qora kashtangda zo'rini ko'rganmisiz? Bugun olib chiqamiz, tomosha qilasiz. Buni ikkinchi partiyamiz oldi. Narxini siz o'ylagan narxdan qo'yganman. Tomosha qilib turamiz. Chiroyli qilib. Yaxshi narsani ilindik-ku, har doim arzon narxda ilindik. Videoni mana shu partiya menimcha 5-partiyaga shuni yuklandi. Mana shu yigitni mini qo'yib bermaslar bo'lib o'tadigan video sizga yoqsa, bittadan like ni joyiga mixlab tomosha qilib turing aka. Va narxini deysizmi? Siz o'ylang, men qo'yganman. O'ylaganingizdan 500 ming arzon bo'lmasa, bugun hisobmas, ishonavering. Aloqaga chiqasiz. Har doim yaxshi narsani, ishonchli narsani kanalga yuklab boraman. Ikkinchi narsa bizda bo'lmaydi. Bugun xotirjam joylashib, bitta achchiq choyda damlab olib, videoni oxirida ko'rib qo'ying, hoji aka. Stoykasiga, razrez, garbonoz, qulog'iga ahamiyat beradigan payt keldi. Hozir arzon narxda bo'lishi mumkin, keyinchalik mana shu qo'ylar qog'oz. Quloq salkam 20, razrezlar zo'r. Videoni kuzatib boring. Bitta gap, like ni bosganda uyda 1000 tadan bo'lsin, like ni bosib, videoni oxiriga ko'rgan. 6-partiyaga chiqqan bo'lsa, onasi 1000 berilgan yo'q. O'shanga qo'yib berganman. Tomosha qilib, mana shu cho'pon bolani muxlisi bo'lsangiz bo'ldi, boshqa gap sig'maydi. Bittadan like ni bosib, har doimgidek podpishkada turing. Yaxshi narsani kanalga yuklab boraman har doim. Ishoning, yaxshi, toza vajda yuklaymiz. Olib baraka topsangiz biz xursandmiz. Buni narxini kuzatib boring, 6-partiyaga chiqardik, xudo xolasa. Bitta mashalloh deb qo'ying, hoji aka. Videoni ko'rib turibsizmi? Ekranning qarshisiga yaqin joylashing. Yarchikini bugun obzorini olib boramiz. Aynan bugun mana shu yigitni muxlislari bo'lsa, astoydil bo'lib, videoni oxiriga ko'rib, ayamay, like ni mixlab keting joyiga. Quloqlariga, razrezlariga bir qator e'tiborda, xudo xolasa berib qo'yasiz. Xolosanda boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Chorvanaxlar kanalining ashaddiy obunachilari va har doimgidek chorva ishqibozlari. Obunachilar Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, ya'ni Chorvanaxlari, ya'ni cho'pon bola deb yozing aka. Xudo xolasa kelavering. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida obzor olib boryapmiz. Cho'pon bolani mini qo'yib bermasdamiz. Instagram, YouTube hamma kanallarimizda shunaqa toza yarichki arashalar xudo xolasa chiqadi. Bugun videoni oxiriga ko'rishingizni sizdan maslahatini so'rayman. Yaxshi narsani olib chiqib, xudo xolasa obzorga qo'yamiz. Bir qator hoji aka mana shu like bo'ladi. Arzimagan miniyatimizga o'tirganingizda bir like deb bosib qo'ying. Miyangizga o'sha ham xudo xolasa nima bo'ladi? Charchoqni chiqaradi. Bitta like deb bosib, chiroyli komment yozib, xudo xolasa oxiriga ko'rib qo'ying. Siz istagandaqa, siz so'ragan qo'zlar xudo xolasa bugun yetib kelgan. Xo'p, obunachilar, bugungi kunimizga 4-mart 2026-yil bugun dushanba, haftaning barakali birinchi kuni. Yaxshi kunda turibmiz. Like ni bosib, like ni podpishkada turib qo'ying. Aka, bundaqa tozalarini olib chiqib obzorga qo'yganimizda bittadan like ni bosib, podpishkada bo'lib qo'ring. Ketdi. Bugun Qirg'iziston, Bishkek yaxshi partiyani olib chiqaman, katta partiya yetib kelgan. Xudo xolasa oxiriga ko'rib turing. Mana bundaqa bitta qo'chqor, 4 ta urg'ochilarni qo'yib beraman, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, bugun 4-may 2026-yil dushanba. Hammamizga nasib qilsa, mana bundaqa tozalarini baqish, katta partiyani obzorini qo'yaman. Xudo xolasa videoni oxiriga ko'rib, bittadan like deb bosib, tomosha qilib turing. Ketdi. Birinchi partiyamizga 5 ta soni aka, bitta qo'chqori, 4 ta urg'ochisi. Yarchikini bugun bizni kanal Chorvanaxlardan shuni kuzatasiz. Va xolasa, chiroyli like deb bosib, podpishkada tursangiz bo'ldi. Bundaqa tozalarini qo'yib berishga men harakat qilaman. Ketdi kunda.
Narxini aytaman aka, videoni qisqa va lo'nda kerakli ma'lumotni tas gapiramiz. Xudo xolasa bittadan podpishkadan like bosib tursangiz bo'ldi. Mashaalloh, hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida 500 ta 600 ta bo'lsin. Ketdi. 5 million so'mdan aka mana bugun bonus, katta bonus bo'lib o'tadi. Oling, 5 tani bir joyga olaman degan akalarimiz aloqaga chiqing. 5 million so'mdanga bo'lsa Toshkentga doğru yetkazib, dastlabkilarni qilib beraman. Mana shu yigit uchun chiroyli podpishkada bo'lib tursangiz bo'ldi, xudo xolasa. Barchamizga nasib qilsin, videoni ko'rib turgan bu akalarimiz. Bari qo'zi aka, ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa shoshilib aloqaga chiqarasizlar. 5 million so'mdanga bo'lsa bir joyga tavsiya qilaman, oling aka. Mana shu qo'chqorini bekorga qo'shmadim. Yaxshi narsani bolasiki qo'shib mana aka qo'yib beryapman obzorga. Bir joyga olaman degan akalarimiz birinchi partiyani uka jo'natib yubording. Dastlabkilarga qilib berilgan aka. Mana shu qo'ylar 6,5 million. Hop, 6 million chiqadi. Boshqa kanallarga solishtiring. Bizning kanalda arzon. Xudo xolasa, chiroyli podpishkada bo'lib tursangiz bo'ldi. Mana. Bir joyga tortib bolasini maza qila olaman degan obunachilarimiz xudo xolasa, hojatga tayyor qo'chqori bo'lan aka mana. Bo'ladigan narxi olma. Menga bu narsa, mono arzon kelmagan. Bir joyga olaman desangiz, xudo xolasa telefon qilaring, ish bitadi. Tomosha qilib, oxirgida ko'rib turing. Yana bundan da zo'rlari, xudo xolasa. Kanalimizda 5-6 partiyaga chiqib boradi. Xotirjam joylashib, like tezib, podpishka qilib turing. Hop, obunachilar, xudo xolasa kuzatib boring. Yana bundan keyingi ikkinchi partiyani olib chiqamiz. Xudo xolasa obzorga qo'yib beraman. Tomosha qilib turing. Aka, bunda bitta qo'chqor, 4 ta urg'ochi. Like tezib tomosha qilib turamiz. Bitta mashalloh deb qo'ying, qora kashtanlarga bitta e'tiborni bering. Xudo xolasa ikkinchi partiyani ochib oldik. Kuzatib boring. Narxini chiroyli qo'yib berishga men harakat qilaman aka. Mana qo'zlar pastdan, tepadan bitta ko'ring, qarang. Hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida 500 ta, 600 ta bo'lsa, qo'zini qarang aka. Qoza simpat, kashtangni uddor etib kelgan aka, olgan yetimdan. Normalni cho'pon, normalni seleksioner qo'ydan olganman. Ko'ringiz to'qqilavering, zotini umuman raqam olmayman aka. Yaxshi narsani olib kelaman, kanalimga joylab boraman. Ikkinchi kelgan narsani umuman keragi yo'q menga. Oling, bir jup kashtangni uddorini olib boqib maza qilaman degan obunachi akalarimiz xudo xolasa telefon qilaverasizlar, ish bitadi mana aka. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida 500 ta 600 ta har doim bo'lsin. Hop, ketdi obunachilar, buni narxiga keladigan bo'lsak, jupini olaman degan obunachilarimiz 9,5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 9 million 500 ming so'm bo'lsa Toshkentga dormi yetkazib beraman, dastlabkasi mening bo'ynimga. Oling aka, mana bir jup kashtangni uddorlarini qidirib yurgan akalarimizga podpis qilib tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Bundaqa yaxshi narsani chiqarib turga qo'yib beryapmiz. Va xolasa sizlar uchun aka. Kanalda rivoj uchun like deb bosib, podpiska qo'yib qo'ysangiz, bunaqa zo'rlardan kelganda bizning kanal chorvonalardan xudo xolasa olasiz. O'ziga bitta bag'oni bering aka, tushganiga mana qora kashtangni uddarini olib boqaman degansiz, xudo xolasa aloqaga chiqaring. Bunda ikkinchi partiyamiz oldi. Yana kuzatib borsangiz, xudo xolasa bundan da zo'rlarini ochib avtorga qo'yib berishga men harakat qilaman. 9 million 500 ming bo'ldi, ketaveradi. Shoshilib aloqaga chiqing. Qo'chqori 5 million so'm, so'lig'i 4,5 million so'm. Mana sizga hisob aka. O'ziga qo'yaverasiz, mana shu qo'chqorga qo'yib berib, bolani olib maza qilib ko'paytiraman degan obunachilarimizga, xudo xolasa aka. Mashalloh. Hop, obunachilar kuzatib boring. Xudo xolasa 3-partiyani olib chiqamiz. 3-partiyani olib chiqib obzorga qo'yamiz. Bittadan like bosib turing, chiroyli qilib. Qo'zini chempionlar kelgan, haqiqiy urg'och soliqni yarichki variantlarini olib ko'paytiraman degan obunachilarimizga tayyor turing. Mana hoji aka, pensiyani olib qo'yib, 2 dona soliqni yarichkisi olib qo'yaman desangiz, bugun 3-partiyani shuni olasiz, ketdi. 2 dona, 2 ham urg'och. Mana 2 dona yarichki soliqlarimiz xudo xolasa yetib kelgan. Buni partiyamiz kech kuzga olasiz. Arashan ham o'zimiz qilib beramiz. Qo'chqorni zo'rini mashlarga qo'shib bolasini olaman desangiz, xudo xolasa aloqaga chiqaring. Narxini 3,5 million so'mdan oling aka. Bugun mana like deb bosyapsiz, podpishkada turibsiz. 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa siz uchun sotdim qo'ydi, aloqaga chiqaring. Bir jup kashtangi bitta karishni qo'y. Mashalloh, qo'zini qarang aka, mononi qarang. Quloqqa bitta bahoni o'zingiz chiroyli berib qo'ying addenni. Mana hoji aka, 3 million 500 ming so'mdanga bugun ham obzorimizga 3,5 milliondan qo'y chiqqan. 4 millionni pastdan qo'zi chiqarib berganman. Mana shular bo'ladi, xudo xolasa.
aloqaga chiqing, ish bitadi. Kana razrezlarni qarang. Yarchiki 2 dona xudo xolasa qo'zi, urg'och so'lolamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Hop, obunachilar kuzatib boring. Xudo xolasa 4-partiyani olishga obzorga qo'yamiz. Chiroyli padishkada bo'lib turing. Buni qo'zlarga aloqaga chiqing aka. Addini tavsiya qilaman. Yaxshi narsani bolalari. Xudo xolasa taktugini surishtirib, kiyga olingan narsalar, quloqlar, garbonslari qarang. Haqiqiy bo'laman degan so'lovlarni sizga men tavsiya qilyapman. Tomosha qilib turing. Mashallah, nasl uchun arashan qo'chqonlarda nomer adeni 1 keldi xudo xolasa. Kuzatib boring. 5-partiyani obzorga qo'yganmiz. Bugun aka, mana shu narsalarni bir sizga tavsiya qilib qo'yay, oling. Quloqlariga, stakan, tuyoqlariga bitta o'zingiz bahoni berib qo'ying. Addinni narsalar xudo xolasa. Ishqivozlari bo'lsa bir jup. Jupiga ham sotiladi, addinni ham sotiladi. Ish bitadi har yo'liga. Bittasi ikkitish, bittasi qo'zi. Ishqivozlari bo'lsa xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana aka qo'ydi, razre stoyka turishlariga bitta o'zingiz bahoni bering. Maslahatim oling aka, yaxshi cho'ponni qo'yini borib oldik, yaxshi yerdan oldik, yaxshi naslda surishtirib oldik xudo xolasa. Qo'chqonlarga bitta bahoni bering xudo xolasa. Chiroyli like tezib, padishkada bo'lib turing. Zo'ron olaman desangiz, mana ketdi. Narxiga keladigan bo'lsak, obunachilar 15 million so'm bo'lsa jupiga aloqaga chiqaring. 15 million so'm bo'lsa 30 ta, 100 ta yaxshi sog'lig'i bor akalarimiz olib qo'ying aka. Hozir buni sezon emas. Keyinchalik sezoni bo'lsa, bu narxda yo'q. 7 million 5 ming so'mdan unaqa narxda ola olmaysiz menimcha. Endi avvalo nasib pul. Hozir momentiga olib qo'ying. 4 million, 3,5 million, 5 millionga ham qo'zi chiqaryapmiz. Quloqlariga bitta bahoni berib qo'ying aka. Boshqa tema ikkov. Haqiqiy ishqivozga sotaman, ishqivozlar oldim. 15 million so'm bo'lsa jupiga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa ish bitadi. Mashallah. Hammamizga nasib qilsa niyat qilib buni chakalarimizni qo'ralarda 500 ta, 600 ta har doim tursin. Hop, tomosha qilib turing. Elitnoy toza hisori variantida ona bolalar yetib kelgan. Elita so'llar zo'r yetib kelgan. Shularni obzorga qo'yamiz bugun. Chiroyli padishkada tursangiz bo'ldi. Qo'chqorda mana aka, turishiga bitta bahoni bering. Boshqa narsa haqiqiy. Ishqivoz olsangiz, aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa ish bitadi. Hop, obunachilar, xudo xolasa yana kuzatib boring hoji aka. Xotirjam joylashib oling, achchiqna choyda damlab oling. Chiroyli padishkada turib bizni kuzatib boring. 15 million so'm bo'lsa jupiga ketdi. 7 million 5 ming so'mdan narx bugun qo'ydik xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar, shoshilib. Qo'ydi garbonlar oldi razmerlarni bitta ko'rsatib ketaylik. Uzunliklari, tuyoqlari, asosiysi zotga, naslga sog'itib tayyor olingan. O'shaning uchun qo'yganman xudo xolasa. Hoji aka, mono ina oldidagi bola. Bolani kechgacha sotasiz, ina bola tekin qoldi deb ko'rasiz. Mana sizga toza elita, elitnoy hisori variantini qidirgan obunachi akalarimizga xudo xolasa yetib keldi. Tomosha qilib turing. Narxini 1 million arzon bo'ladi. Mana aka, isboti bilan xudo xolasa qo'yamiz, tomosha qilib. Mana shu like'da bossangiz bo'ldi, xudo xolasa ish bitadi. Qo'ydi past tuyoqlar mana. Qo'chqor qo'shilmagan onasiga, onasi qisir. Qo'chqorda zo'ri bo'lsa qo'shasiz, arashanni bo'lsa qo'shasiz. Xudo xolasa siz aytgan bolani mana shu qo'yib bermasa hisob emas. Tishi ko'rilgan, tekis 4 ta yosh, ikkinchi bolasi surishtirib olingan aka. Onasini buxorolik bitta akamiz tanigan bo'lsa, 1000 qildirib sotilmadi. 1000 ga onasini o'zi berilmadi. Ona bolani men arzon qo'yib beraman. Ona bola olgan odam yutadi. Gapimga javob. Ishqivozlari bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqib bog'laning. Qo'y kichkina narsa emas. Mana aka, tozasini olib boqaman degan obunachilarimiz xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Narxini xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beraman. Mashallah, qo'yda qarangki, garbonos yuzlariga bitta e'tiborni berib qo'yaman, qarang. Hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida 500 ta, 600 ta deb chiroyligidan bo'lsin obunachilar. Hop, ketdi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, aka, bo'ladigan narxi 15,5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring. 15 million 500 ming bo'lsa Toshkentga doğru dastavkani qilib beraman. Qo'y turishini qarang. Mashallah, yurishlariga bitta bahoni bering aka. Stoyka turishlari mana. 15,5 million narx qo'ydikmi aka? Xudo xolasa bolasini 10 millionga soting. Inahani 2 mingga soting. Yaxshi niyatda oling mendan, baraka toping.
aloqaga chiqa olasizlar. Yana kuzatib boring, toza elitnoy sori variantda so'lg'larni yetkazgan. O'shalardan obzorga qo'yib beraman. Toza garbonosli bitta qo'zim bor. Yaxshi narsa, uni ham illaman, xudo xolasa obzorga qo'yamiz. 15 million 500 ming bo'lsa oling aka. Menga onasiga hozir har doim naqd. Mana bu qo'chqorda sizga salkam bonus qo'shib beryapman. Qo'ydi mana aka, turishlariga bitta bahoni o'zingiz addinni berib qo'yasiz. Kichkinami, katta ko'rinadi bilmadimmi, qo'y holatiga yarasha sportni holatda zo'r. Qo'chqorda zo'r bo'lsa qo'shing, mana razrezi. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Qo'zini chempioni keldi aka, xudo xolasa siz olasiz, tanilasiz degan variantida mana garbonosiga bitta bahoni bering hoji aka. Qo'ziga qarang. Mashaalloh, hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida 500 ta, 600 tadan bo'lsa aka, chempioni qo'zini. Qo'zini qarang turishini. Qo'chqor, ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa monopartiyamiz haqiqiy tozasidan yetib keldi obunachilar. Telefon qo'ying aka. Bugun yaxshi narsani ilinamiz, obzorga qo'yamiz. Har doimgidek chiroyli laykni bosib, paddishkada bo'lib qo'ying aka. Toza narsa, ishqibozi bo'lsa tushunadi. Qo'yni taniydigan odam o'zi biladi. Ketdi. Rasa 6-7 oylik qo'zimiz. Kech kuzga yaxshi sovutib, bolasini olaman degan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Qo'ziga bitta bahoni bering aka, garbonslariga mana. Mashaalloh, qo'zini qarang. Hop, obunachilar buni narxiga keladigan bo'lsak, 5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring, xudo xolasa Toshkentga dastlabkani qilib beraman. 5 million bo'lsa ishqiboziga sotiladi, aloqaga chiqasiz, xudo xolasa ish bitadi. Qo'zini qarang. Mashaalloh, hammamizga nasib qilsin. Niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'rasida zo'rlaridan, chempionlardan bo'lsin. Aloqaga chiqing, ish bitadi. Bitta razrezini o'rib qo'ying. Mana aka razrezlari. Mana, o'ng qarang. Zo'rini olaman desangiz, xudo xolasa bo'ldi, to'g'rilavering. Mashaalloh, qo'zini qarang, jigar. Takkoydan deydi-yu. Oling aka mana. 5 million so'm bo'lsa aloqaga chiqaring, xudo xolasa ish bitadi. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqing. Dastlabkasi ham aka bizning bo'ynimizga. Xonaki, mekinchiklik narsa emas. Buni ishqiboz o'zi tushunadi. Telefon qilsangiz shunaqa zo'rlarini yana bor. Xudo xolasa ma'lumotini olaverasiz. To'liqroq, batafsil ma'lumotini. Mashaalloh, qo'zini qarang, jigar. Toza narsa tushgan ekan. Haqiqiy o'zimiz ham jiyda ham katta ishqiboz oldik ekan, mana. Kelajak endi ko'tarilishni boshladi garbonusi. Bundan bu yog'i siz aytgan natijada xudo xolasa bolani olasiz. Mana jigar. Oxirgi partiyani sabr bilan kuzatdingiz. Arzani chiqarmikan dedingiz. Xudo xolasa oxirgi partiyamiz. 2 dona haqiqiy elitni yarchik so'rolamiz. Mana obunachilar. Razrez aka mana. Bolani olingki, qo'chqorni zo'riga qo'shing, tavsiya qilaman. Xudo xolasa 2 tishdan, bittadan tuqqan qo'yamiz. Quloqlarini qarang aka. Mashaalloh, hammamizga nasib qilsa, niyat qilgan obunachi akalarimizni qo'ralarida 500 ta, 600 tadan har doimgidek bo'lsin. Ketdi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, aka, bo'ladigan narxi o'zi arzon qo'yamiz, aloqaga chiqasiz, dastlabkani o'sha narxga qilib beramiz. 12 million 500 ming bo'lsa aloqaga chiqing, Toshkentga o'tkazib beraylik. Qo'ylarda aka, qo'niga bitta bahoni bering mana. Oling hoji aka. 12,5 million so'm bo'lsa sizga ko'ngildan shu narx chiqdi, xudo xolasa. Videoni oxiriga shularni qo'ydik. Videolar yoqqan bo'lsa, chirla laykni bosib, kanalimizga obязательно подписка bo'lib, har doimgidek qo'llab-qo'llab turishingizdan chiqmasin aka. Bugun siz mana shu yigitni obzorini har doimgidek kuzatib oldingiz. Ya'ni cho'pon bolani mini qo'y fermasidan chiroyli qo'ylarni obzoriga qo'ydik. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Buni narsani oxiriga qo'ygan sabab aka, sabri bor odamga arzon qo'yib berdim. Oxiriga qo'yib oxirgida ko'rib ko'raychi, arzoni chiqib qolar degan hoji bolalarga da xolasa. Qo'chqorga tayyor, qo'chqor qo'shilmagan. Va xolasa arashanda hisorini zo'r bo'lsa qo'shasiz, siz aytgan natijada va xolasa bolani beradi. 12,5 million so'm bo'lsa 6 million 250 ming so'mdan bo'lyapti. Bittasi aka o'sha puldan kelgan bizga. Bittasi ozgina bo'yaqsa o'shani ham dastlabki qilib beramiz. Mana so'lot qarang turishini. Mashaalloh. 7 million, 7,5 million chiqarib turgan narxda aka bu so'lotlarda xolasa. Oling. Oxirgi partiyamiz bo'ldi, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.